Yani bir tarixiy narsalarni tushuntirib berishadi degan umidamiz. Mazaqini yuribmiz-da. Qachon keldinglar Namanganga? Kecha kechqurun kelganmiz. Ertalabda qozonda 5-6 bo'lmasdan Baxmalga chiqib keldik. Lola qizg'aldoqlarni ko'rdinglarmi? Ha, Lola qizg'aldoqlarni shuning uchun o'zim mana shu yerga keluvdim aslida. Keyin birinchi bolalar aytishdi yigitlar, birinchi ziyoratga boraylik deyishdi. Ziyoratlarda hozir 2-3 ta joy kirdi. Mana shu endi yaxshi joyga boramiz, shu yerga olib kelishdi. Mana shu ziyorat. Oldin ham Baxmalga kelganmisiz? Baxmalga kelganmiz, bu yerlarga chiqmaganmiz. Oldin kelganmiz. Bu ziyoratgohlarga chiqmagandik. Endi bu yigitlar olib chiqishdi ziyoratgohlarga. Baxmalni tabiati bilan Namanganda aytaylik o'sha chust yoki bo'lmasam yana qaysi joylar bor? G'urumsaroylar, chodaklar farqi bormi? O'shanga men yigitlarga aytib berdim, bizda ham bor bunaqa joylar dedim, lekin bu yer o'zgacha. Bu yer o'zgacha ekan. Nimasi yana nimasi yo'q? Tabiatidan boshqa yana nimasi yo'qdi sizlarga? Endi aholisi kutib olyapti, yaxshi kutib olyapti, mehmon qilyapti. Zo'r. Hammasi zo'r. Yo'q-da. Yo'qda, biz oilaviy kelmoqchimiz. Oila uydagilarga ham haligi onlayn qilib turibmiz. Qachon boramiz deyapti. Oilaviy kelamiz. Tabiatdan. Nima deydi? Haqiqiy priroda Fransiya. Fransiya. Shvetsariya Shvetsariya desa tabiati eng chiroyli shaharni Shvetsariya deydi. Mashina shunaqa ekanda. Shunaqa joy. Ism-sharifingizni aytib yuboring. Ism-sharifim Lutfullo Salomov. Xonandaman. Xonanda bir hikoya, bitta hikoya qilingchi qani. Oqar daryoga ham kimdir pand bergan. Hayot kimga asal, kimga qand bergan. Sarkash deb ey do'stim, koyma meni. G'anim sizga emas, bizga pand bergan. Oldingdan oqqan suv qadrli bo'lsin. Atrofi senikkan gullarga to'lsin. Oldingdan oqqan suvni qadrini bilmasang, cho'llarday ko'lmak suvlar nasibang bo'lsin. Salomat bo'lasizlar. Zo'r. Yana bitta odam bo'lsa jup bo'ladi o'shanda. Jup qilyapti. Yo'q, men uncha gapga yo'qman. Yo'q. Mana shu O'ktam. Siz mesnisizda? Yo'q. Men besneyman. Bitta odam keling. Abro? Arsanjondan. Siz qayerdansiz?